Atalmış Şinjan Uyghur Avtonom Rayonluq Partikomining sekretari Ma Shungroy 19 yanvar tekshirish komitetining yillik yig'inida so'z qilib, Sharq Turkistonda siyosiy nazoratni kuchaytirish, konkretlashtirish, aniqlik darajasini yuqori ko'tarish va siyosiy nazoratni normallashtirishni talab qilgan. Yig'inda Ma Shungroy xalqaroning qattiq besimiga uchrayotgan Xitoyning atalmış Şinjan siyosatida o'zgarish bo'lmaydiganligidan bishorat berib, partiyaning yangi davrdagi Şinjanni boshqarish strategiyasini to'liq va to'g'ri amaliylashtirish, ijtimoiy muqimlik va uzun muddatli aminlikning umumiy nishoniga markazlashishni ta'kidlagan. Mazkur yig'in atalmış Şinjan Uyghur Avtonom Rayonluq Xalq Qurultayining 18 yanvar o'tkazilgan 14-navbatlik birinchi qitimliq yig'ini hukumat va Xalq Qurultayining yangi rahbarlarini bekitib, orqadan o'tkazilgan bo'lib, yig'inda Ma Shungroy rayonning chiriklikka qarshi turish ko'rishidagi yangi vaziyatni aniq to'nib, partiyani umumyuzlik qattiq boshqarishning strategiyalik o'rinlashtirishni tavranmay ijro qilishni talab qilgan bo'lsa-mu, lekin rayonning chiriklikka qarshi qanday yangi vaziyatga duch kelganligini aytmagan. Xitoy hukumati 2017-yili boshlagan cho'ng tutqunda nurg'un Uyg'ur kadrlarini chiriklikka, parxo'rlik va ishkiyuzlimchilikka bog'lab, tutqun qilish, amalidan qoldirish, jarimani qo'yish va atalmış qonunlar bilan har turli jazolar orqali bir taraf qilgan. Yig'inda Ma Shungroy yana siyosiy nazoratning konkretligi, aniqligi va normallashishni ilgari surib, nuqtaliq kishilar va nuqtaliq hodisalarga diqqat qilish, siyosiy intizom va qoidalarni qattiq ijro qilib, siyosiy tekshirishning o'tkir qilishlik rolini joriy qildirish kerakligini ta'kidlagan ekan. Yaqinda Xitoyning Portugaliyadagi elchixonasi qurilish sirtiga 3 dona kuzatish kamerasi o'rnatgan bo'lib, Xitoyning bu qilmishi yaqin atrofdagi aholilar tomonidan shaxsiy maxfiyatlikka tajovuz qilish bilan ayblangan. Shundaqla Portugaliya hukumati tekshirishni boshlagan. Reuters agentligining 19 yanvar kunidagi xabariga qaraganda, 2 oy ilgari Xitoyning Portugaliyadagi bosh elchixonasi binosiga 360 graduslik aylana oladigan 3 cho'ng kuzatish kamerasi o'rnatgan bo'lib, biri ommaviy cho'ng yo'lga, qolgan ikkisi bevosita yaqin atrofdagi aholilar turalg'i binosiga qaratilgan ekan. Atrofdagi aholilar o'zlarining shaxsiy maxfiyatligining daxl ta'riziga uchrashidan ansirgan. Portugaliya qonuniga asosan kuzatish kamerasi boshqalarning mol-mulklari yoki ommaviy yo'lga yuzlandirmaslik, kamera o'rnatilgan taqdirdami faqat o'zining mol-mulk doirasiga kirish uchun zarur bo'lgan narsalarni tortishga bo'ldiganligi belgilangan ekan. Portugaliya Tashqi ishlar ministrligi 18 yanvar kuni aloqador tarmoqlardan Xitoy elchixonasining kuzatish kamerasining belgilamaga amal qilmaganligini baholashni talab qilganligini bayon qilgan. 19 yanvar kuni Xitoyning Portugaliyadagi turishliq bosh elchixonasi jimjit holda 3 kuzatish kamerasining birini elib o'tib, qolgan 2 kamerani elchixonaning sirtiga yuzlanmasligi uchun ko'znakni o'z hovlisiga burgan ekan. Xitoyning Hindi Tinch okeanidagi harbiy mavjudligini oshirishi, Tayvanni ishg'ol qilish tahdidlarini kuchaytirishi, Xitoyga qo'shni davlatlar, g'arb ellarining Xitoyga taqobil turish irodasini har qanday vaqtdagidan bek chingitganligi ma'lum. Bo'libmi Rossiyaning Ukrainaga tajovuzchilik urushi qo'zg'ishi ham Xitoyning Rossiya tarafida bo'lishi bu davlatlarning Xitoy haqidagi andisini texim kuchaytgan. Yaponiya bosh vaziri Fumio Kishidaning yaqinda Avstraliya, Angliya va Amerikada elib borgan rasmiy ziyoratlari va bu ziyorat jarayonida imzolagan kelishimlar Amerika, Yevropa, Osiyo davlatlarining Xitoyga o'rtaq taqobil turish irodasini namoyon qilgan. Yaponiya bosh vaziri Fumio Kishida Amerikadagi rasmiy ziyorati mazgilida so'zlagan nutqida buni nihoyat ochiq tilga olgan. Fumio Kishida Xitoyni Amerika va Yaponiya har ikki davlat uchun eng yadrolik tahdid deb ko'rsatgan va bu xavfga taqobil turish uchun G7 davlatlari qatorliq o'xshash ko'z qarashdagi davlatlar aro hamkorlikni kuchaytirishning zarurligini ta'kidlagan. Wall Street jurnalidagi maqolada aytilishicha, Rossiyaning Ukraina qilgan tajovuzchilik urushi Yevropa davlatlarini Xitoy tahdidi masalasida Amerikaning chaqiriqiga ovoz qo'shishiga sabab bo'lgan ekan. Darvaqa Yaponiya bosh vaziri Fumio Kishida Angliyadagi rasmiy ziyorati jarayonida Angliya bosh vaziri Rishi Sunak bilan birlikda Hindi Tinch okeanining muqimligi va bexatarligiga kafolatlik qilib, Xitoy tahdidiga o'rtaq qarshi turishni maqsad qilgan bir tarixiy kelishimga qo'l qo'ygan edi. İki davlat imzolagan bu harbiy kelishim bo'yicha London bilan Tokio Hindi Tinch okeanini markaz qilgan holda texmi keng ko'lamlik, texmi murakkab harbiy manevr o'rinlashtirishni planlash va yetkazishni kuchaytiradigan bo'lib, kelishimga asosan har ikki davlat qurolli qismlari bir-birining ziminiga o'rinlasha oladi ekan. Yaqında ijtimoiy taratqularda Sharq Turkistonda chag'anliq faoliyatlarning dag'dug'liq ilib berilayotganligi va chag'anni tabriklayotganlarning ko'pinchisining Uyg'ur ekanligi haqida uchurlar tarqalgan.
Atışdagi aloqador xodimlar Xitoy doiralarining Uyg'urlarning Chag'an bayramini tabriklash uchun rag'batlantirish va mukofotlash tadbiri qo'llansa, yana bir tarafdan siyosiy ideyaviy xizmat ishlab qatnashmasi jazolanadiganligi haqida qo'rqitish tadbirlarini qo'llanganligi oshkorlangan. Ijtimoiy taratqulardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy Chag'anini tabriklash faoliyatlari Atishda eng dog'dug'liq tabriklangan bo'lib, Atishdagi qatnash soqchilari soqchilarni madhiyalaydigan Xitoycha naqshlarni tamburda o'rinlagan ekan. Atishning Qozoq yesidagi bir kent sekretarining oshkorlashicha, Chag'anni tabriklash faoliyatlarini har darajalik Partikom tashviqot komiteti bilan siyosiy qonun komiteti, kent darajalik soqchi ishxonalari birlikda tashkillab haydakchilik qilganligi, Chag'anni tabriklash faoliyati qatnashganlarga haqsiz kiyim-kechak tarqatish bilan birlikda ularga faoliyat oxirida har xil turmush buyumlarini sovg'at qilganligi, ba'zi joylarda kuniga so'mdan ish haqi berganligi, Chag'an faoliyati qatnashishini oshkor rad qilmasimi, orqasiga tortishganlarning qatnashmaslik uchun bahona izlaganlar bo'lganligi, ularni harakatga keltirish uchun 2 oydan ortiq kentlarda har kun siyosiy o'g'inish elib berilganligi oshkorlangan. 2 yil burun 19 yanvar Amerika Tashqi ishlar ministrligi Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa musulmonlar qaratgan bostirishlarni irqiy qirg'inchilik deb e'lon qilgan. Amerikaning Uyg'ur irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilganligining 2 yillik munosabati bilan Sharq Turkiston surgundi hukumatı va Sharq Turkiston milliy harakati Washingtondagi davlat axborot klubida axborot e'lon qilish yig'in o'tkazgan bo'lib, bir aqtoshlik kitob e'lon qilib, Xitoyning Xinjiang azaldan Xitoy ziminining bir partiyasi degan safsatillarga raddiya berib, yig'in oxirida Sharq Turkiston surgundi hukumatining bosh ministri Salih Xudoyer xalqaro jamiyatni Sharq Turkistonning besivilingan davlat ekanligini e'tirof qilishga hamda xalqning erkin va mustaqil davlat bo'lish huquqini qo'llashga chaqirgan. 19 yanvar kuni o'tkazilgan bu axborot e'lon qilish yig'inida Sharq Turkiston azaldan Xitoyning bir partiyasi emas, mustaqillikni asliga keltirish birdan-bir chiqish yo'l nomli 12 betlik bir aqtoshlik kitob e'lon qilgan. Kitobda Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga xotim berish hamda Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarning kishilik huquqi, erkinligi va yashash huquqi kafolat qilish uchun mustaqillikni asliga keltirishning zarurligi ta'kidlangan. 2021 yili 19 yanvar Amerikaning shu vaqtdagi tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'ur va boshqa musulmonlarga qaratgan bostirishlarni irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat shakllantirdi deb xulosa chiqarganligini e'lon qildi. Keyingi navbatlik Amerika hukumati ko'p qitim buningga qo'shilganligini ta'kidlab, Xitoyni tanqid qilgan. Hozirgacha 10 dak davlatning parlamenti qaror ma'qullab, Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini e'tirof qilgan. BDT kishilik huquq oliy komissari o'tgan yil avgustda e'lon qilgan dokladida Xitoyning Sharq Turkistondagi qilmishlarining insoniyatga qarshi jinoyat shakllantirishi mumkinligini o'tirib qo'ygan. Erkin Asiya Radyosu'nun 25 yanvar gündeki xabarda Erkin Asiya Radyosu'nun muxbirining G'ulji nahiyasi qarta ilib bargan telefon ziyoratida G'ulji nahiyasida bir mezgil diniy asabiylikka qarshi tashviqot namunachisi bo'lib dong chiqargan Xurshida Kerimning uyida bir qonunsiz kitob tepilganligi uchun 200limchilik bilan ayblanib 20 yillik muddatli qamoq jazosi bilan uning 2 o'g'li planliq tug'utga xiloflik qilish bilan ayblanib 17 yillikdan muddatli qamoq jazosi bilan kesib o'tilgan ekan. Xitoy doiralari Sharq Turkistonda 2014-yili terrorlik va diniy asabiylikka qarshi kurash to'lqini qo'zg'aganda bir tarafdan xohlagancha tutqun qilish va ig'ir jazolashni yo'l qo'yib, zamonaviylikni tashabbus qilish nomi bilan Uyg'ur milliy urf-odat va diniy e'tiqodga qarshi tashviqot siyosatini yuqori pallaga ko'targan. Bu mezgillarda zo'r bir turkum diniy va milliy nashr buyumlari yig'ilinish va ko'ydirilish bilan birlikda materiallardagi mazmunlar tashviqot namunachilarining jarangliq nutqlari orqali rad qilingan, tanqid qilingan va hatto masxir qilingan. Mahalla va uy aralab xizmat qilgan bu tashviqot namunachilari yuqori maosh, sayli sayohat yoki alohida xizmat o'rinlari bilan mukofotlangan. Muxbirning aniqlashlaridan ma'lum bo'lishicha, ana shu chog'da dong chiqarganlardan biri G'ulji nahiyasining Qaryag'ach yezza Qaryag'ach kentining a'zosi Xurshida Kerim. 2017-yili cho'ng tutqun boshlanganda ayni chog'dagi shon-sharaflari birdan g'oyib bo'lgan va o'zi tanqid qilgan kishilar qatorida beshi qora xalta kiydirilib, lagerga ilib ketilgan. Qaryag'ach yesidagi bir amonlik mudirining oshkorlashicha, uning uyidan bir qonunsiz kitob tepilganligi uchun 200limchilik bilan ayblanib, 20 yillik kesib o'tilgan ekan. Xurshida Kerim navbatda G'ulji shahridagi Bayko'l ayollar turmasida jazo muddatini o'tmoqda ekan. Ilgirki aniqlashlardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy tashviqot sepida aktiv xizmat qilgan va bir mezgil davr surgan turqliq birdinli taxti g'ulab jazolanganlar yolg'iz Xurshida Kerim emas. Korli shahri tashviqot namunachilaridan Patigul Davudmo 2017-yili kuzda tutqun qilingan.
Ayni chog'da ko'rsatgan xizmatlari sababli ko'p qitim mukofotlangan va Xitoy o'lkalarini ziyoratga avatilgan Patugul Davud tutqun qilinish bilan tang uning Millatlar Ittifoqligi namunasi bo'lgan yo'ldishi Naman Bavudunmi tutqun qilingan. Saqchi bo'lib xizmat qilayotgan qizi xizmatdan to'xtatilgan. Xitoyning Xitoy bürosi bilan yo'qlanganlarning sonini va o'lganlarning sonini e'lon qilishi tashqi dunyoning gumonini qo'zg'amoqda. 25 yanvar kuni Jiangsu'dagi davolash sohasidagi bir kishining oshkorlashicha, davolash sistemasi va xalq ishlari tarmoqlarining ichki sonliq ma'lumotlariga qaraganda, bultur dekabr oyining 5-dan boshlab Xitoyning har qaysi joylaridagi o'lganlarning nopusini o'chirish soni 3 dan 5 hassa ko'payganligini, ikkinchi va uchinchi darajalik shaharlarda texmi ko'p oshganligini, tövandiklarning davolash sharoitining nacharligi, doktorxonada 70 mingdan ortiq odamning o'lganligini e'lon qilganligini ta'kidlab, doktorxona sirtida o'lganlarning sonini tilga olmaganligini bildirgan. BBC Torning 25 yanvar kuni e'lon qilgan xabariga asosan, Xitoy yezilaridagi Xitoy bürosining o'lganlarning sonining haddidan ziyoda ko'payib, jasad sanduqi yasaydigan korxonalar nihoyat aldirash bo'lib ketgan ekan. O'tgan yil dekabr oyidan boshlab Xitoydagi Xitoy virusi yuqumi shiddat bilan ko'payib, 80% nopusning yuqumlanganligi, har haftada 13 mingdan ortiq odamning o'layotganligi, bularning ko'pinchisining qirlar ekanligi ma'lum bo'lgan edi. Chunki Xitoy planliq tug'ish siyosatini yo'l qo'ygan 40 yildan buyon Xitoy nopusining qirilish nisbatini o'rlab mangan bo'lib, bu qitim Xitoy virusi yuqumidan o'lganlar ichida qirlar eng ko'p nisbatni egallagan ekan. Xabarda ko'rsatilishicha, Xitoy yezilarida davolash uskunalari intayin kamchil bo'lib, doktorxonada o'lganlardan boshqa uyda o'lganlarmi ko'p ekanligini, bu o'lganlarning soni hukumatning rasmiy statistikasiga kirgizilmaydiganligini bildirgan. Xitoy yezilarida puhralar jasad sanduq tepib qirlarni ko'mish bilan aldirash bo'lib ketganda, Sharq Turkiston yezilarida majburiy Xitoyning Chag'an bayramini tabriklash to'lqini ko'tarilgan. Tangirtog' To'rining suratli xabarlari va ijtimoiy taratqularga qaraganda, Sharq Turkistonning yezi qishloqlarida Xitoyning yangir usuli va shir usuli o'ynab Chag'anni tabriklagan. Yezilarga tushgan elni mohil qilish tashviqot atritining boshliqlari Xitoy madaniyatini ommaning qalbiga singdirishning nihoyat muvaffaqiyatli bo'layotganligini bildirgan. Erkin Asiya radiosi xabarida atalmış Şinjan Uyghur Avtonom rayonining raisi Erkin Tuniyaz yaqinda 2023-yillik hukumat xizmatidan bergan dokladida o'tgan 5 yildan buyon Uyghur Avtonom rayonida yurgizilib kelgan majburiy emgak, madaniyat qirg'inchiligi, tarbiyalash lagerlari va terrorlikqa qarshi turish harakatlarida qo'lga keltirgan atalmış natijalarni so'zlab o'tgan. O o'tgan bir yilda qo'lga kelgan iqtisodiy taraqqiyotlarni tilga olganda Uyg'urlarning 5-chi emgak kuchi nomida majburiy emgak silinish masalasi haqida to'xtalib, shahar bozorlarida 461.500 kishini yangidan ishga o'rinlashtirganligini, yezilardan 5-chi emgak kuchlaridan sirtqa o'tkab ishlaganlarning 3.032.400 odam qitimga, turli kasbiy mahorat bo'yicha tarbiyalanganlarning 2.168.000 odam qitimga yetganligini bildirgan. Xitoy hukumati 2017-yil lagerlarning yo'l qo'yish bilan birlikda, ya'ni Şinjanni madaniyat bilan oziqlantirish nomida Uyg'urlarning milliy madaniyatini vayron qilib, xitoychilashtirish harakatini qattiq kuchaytgan. Erkin Tuniyaz hukumat xizmatidan bergan dokladida bu vaqtda to'xtalib, o'tgan bir yilda Şinjanni madaniyat orqali oziqlantirishni kuchab olg'a ilgarilatib, Millatlar Ittifoqligini va Şinjanni madaniyat orqali oziqlantirish qurilishini puxta ilgari surganligini, millatlarning ittifoqlashish bir oila kishilardan bo'lish, har millat yosh o'smirlarning aloqa bog'lash plani, har millat xalqqa aralashib taraqqiy qilish plani, sayohat orqali millatlarning aralashishi, almashtirishi, yo'g'rilishini ilgari surish planini yo'l qo'yishni kuchaytirib, ijtimoiy muqimlik va abadiy aminlikning ommaviy asosini texnik mustahkamlaganligini, islom dinini xitoychilashtirishda puxta qadam bilan ilgari surib, dinni sotsializm jamiyatiga uyg'unlashishga faol yetaklaganligini, ijtimoiy muqimlik xizmatini qilchi bo'shashtirmay, ching tutib, qonun bo'yicha qattiq zarba berish, terrorlikqa qarshi turib muqimlikni qo'llashni kuchaytganligini ta'kidlagan. Erkin Tuniyaz Uyg'ur Avtonom rayonlik hukumatning bundan keyin qiladigan xizmatlar haqida to'xtalganda, Sharq Turkistondagi hozirgi mavjud siyosatlarning o'xshash davom qiladiganligidan bishorat berib, ijtimoiy muqimlik natijalarini mustahkamlaydiganligi, davlat xavfsizlik qarashini qat'iy izchillashtirib, muqimlikni qat'iy qo'g'daydiganligini, Junxo millati o'rtaq gavdasi engini yanimi chingtadiganligini, neft gaz ishlab chiqarish, pishiqlab ishlash, ko'mir elektr, ko'mir ximiya sanoati, paxta va to'qimchilik va Sharq Turkistonni ochliq, chorva mol, meva-cheva bazasi qilib chiqadiganligini ta'kidlagan.